Turkiyadan deportingiz bo'lsa, taqiq muddatingiz tugamasdan qaytib bormoqchi bo'lsangiz viza bilan, buning uchun siz Toshkentdagi yoki Samarqanddagi Turkiya elchixonasiga, konsulxonaga murojaat qilmaysiz. SEFA viza markazlariga murojaat qilasiz. Negaki Turkiya elchixonasi va konsulxonalari to'g'ridan-to'g'ri sizdan hujjatlarni olmaydi. Ular faqat SEFA viza markazi orqali qabul qilishadi. Sizda boshqa tanlash imkoniyati yo'q. Odamlar kommentlarga yozadi, SEFA viza ishonchlimi, aniqmi? Sizda tanlash imkoniyati yo'q. Ular mashinik yoki firibgar emas. Shunchaki Turkiya elchixonasi va konsulxonalari hujjatlarni SEFA viza markazi orqali oladi. Bunaqa narsa deylik, o'sha SEFA viza markazi adashmasa 3 ta yo 4 ta davlatda bor. Ozarbayjon, O'zbekiston, yana Afrikaning qaysi davlatida. Xo'sh, siz Turkiyaga o'qishga kirgan bo'lsangiz, yo Turkiya fuqarosi bilan oila qurgan bo'lsangiz, yo ishchi vizangiz bo'lsa, patroningiz shartnoma tashlagan bo'lsa, o'sha hujjatlaringizni O'zbekistonning qaysi viloyatida yashashingizga qarab Toshkentdagi SEFA viza markaziga quyidagi viloyatda yashaydigan fuqarolarimiz murojaat qilish kerak bo'ladi. Samarqanddagi SEFA vizaga quyidagi viloyatda yashaydigan fuqarolarimiz murojaat qilish kerak bo'ladi. Ya'ni siz Jizzax viloyatida bo'lsangiz, o'qishga kirgan bo'lsangiz, talaba vizasi uchun Samarqanddagi SEFA vizaga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Toshkentdagi sizni qabul qilmaydi. Ya'ni propiskang Toshkentda bo'lishi kerak, kamida 1 yil deb sizni qaytarib yuborishi mumkin. Manzillari ham Samarqanddagi SEFA viza manzilini men quyida ko'rsataman, o'zingiz o'sha yozib olib, Google ga yozib yoki taksidan so'rashingiz mumkin. Toshkentdagi SEFA vizani Yandexga yozsangiz ham, Google ga yozsangiz ham chiqadi. Shunda ham manzilni ko'rsataman. Bemalol o'sha hujjatlaringizni borib topshirishingiz mumkin. Qanaqa hujjatlar kerakligini bilmayman desangiz ham SEFA vizaga borsangiz, deylik, o'ranchi vizagami, çalışma vizami yoki oila birlashuv vizasimi, tedava vizasimi, hamma vizalarda o'sha kerakli hujjatlarni taqdim qiladi. Ikkita SEFA viza markazi ham. Ish kunlarini, ish soatlarini o'sha ularning saytlaridan yoki quyidagi ma'lumotlarni bilib olishingiz mumkin. Ular bergan ma'lumotlarni, ular bergan hujjatlarni talab qilgan, so'ragan narsalarni taqdim qilsanglar, ular o'sha Turkiya elchixonasiga taqdim qiladi, keyin Anqaraga ketadi. SEFA viza o'sha deylik boshida $284 viza uchun olsa, agar vizangiz chiqsa, qo'shimcha yana $80 $90 olishi mumkin. Bu video 2026-yil iyun oyida chiqyapti. Balki 2-3 oydan keyin viza narxlari o'zgarib qolar. Balki 1 oy oldin boshqacha bo'lgan bo'lishi mumkin. Ayni paytda shu atrofda. Bir marta viza rad kelsa, qaytadan yana vizaga murojaat qilsangiz, ikkinchi to'lov bo'lmaydi. Endi bularning hammasini ularning o'zlaridan o'sha pul to'layotgan paytingizda yoki hujjatlaringizni taqdim qilayotgan paytda so'rab olishingiz mumkin. Telefon raqamlarini ham bu yerda qoldiramiz, lekin telefon raqamlariga javob beradimi, yo'qmi biz bilmaymiz. Chunki bu reklama emas, bu informatsion, odamlar ovora bo'lmasligi uchun. Chunki Jizzaxdan, Samarqanddan yurtdoshlarimiz kelib, Toshkentda SEFA vizaga uchrashib qaytib ketyapti, shuncha joydan ovora bo'lib ketman deb. Shunaqa ovoragarchilik bo'lmasin deb ma'lumot tarqatib beryapmiz. Bu reklama emas. Menga hech kim SEFA vizadan chiqmagan, bizni reklama qilib bering yoki bizni haqqimizda ma'lumot qo'yib bering deb. Instagramga ham qo'ygandim. Bu yerda ikkita video bo'lib qo'ygan uchun bu yerda ikkalasini birlashtirib bitta video qilib qo'ydik. Sahifamizga obuna bo'ling, videoga like bosing. Bu videoni saqlab qo'yinglar. Bilaman, ertaga Instagramda mendan so'raysiz. Bekazar aka, mana shu videongizni ham topib olmayapman deb. Yoqimli parvozlar.